Assalomu alaykum. Kir moshina haqida ozgina nima qilamiz? Tushuntirib o'tamiz hozir. Tak, menda nima yo'q. Ozgina ko'rsatib o'taman. Bu aylanishda mana aylansa yengil aylanyapti. Mana o'sha g'idir ovoz chiqyapti, baland ovoz. Bu reduktori nima bo'lgan? Buzilgan. Shuning uchun buni hozir yechib olib, buni ko'rsatmasak ham bo'ladi. Rementda nima qilingan edi. Reduktorni yechish uchun mana buni ochamiz. Buni ochgandan keyin oldin mana uni tekshiraman. To'rtburchak nimasi bu? To'rtburchak, mana to'rtburchak buzilmagan. Demak, nimadan? O'sha mana tozalaydigan bo'lsak, mana tozalab turish kerak asli shuni. Ko'ryapsizlarmi? Juda mikrobda bu. Bu asosiy sababi o'sha kir mashinani aynasi bo'ladi. O'sha parashokni hech kim ba'zilar solmaydi-da, oddiy parashok ishlatadi. Shunda mana shunaqa kir paydo bo'ladi. Bu endi qo'lda ushlash mumkin emas u aynani, o'sha parashokni. Shu kir mashinaga chiqargan u ximikati bor. Qo'lni nima qiladi? Qo'lga zarar beradi. Shuning uchun mana shularni o'zi yuvib turadi, o'sha ketkazib turadi. Baraban avtomat kir mashinalarida ham shuni o'zini aynasini ishlatishning maqsadi o'sha. Asosiy maqsad shuki, masalan, nima bo'lsin deb. Tak. Kir to'planib qolmasin deb shunaqa qiladi. Keyin kir mashina rabochisini olish endi sal mana shuni yuvib tozalab keyin qo'yish kerak albatta. Hozir buni narigi tomon bilan nima qilamiz mana. Qalasi bilan yotqizaman. Ya bismillah. Tak, buni mana shunaqa yotqizsak, tak, buni yechishga bu shrubi bor, men ochdim. Buni bir qo'lda ko'rsatish qiyin bo'lgani uchun ochib qo'ydim mana. Chetlarida shrub bor. Tak, bu sekin mana olamiz. Xuddi shuni mana yechib olamiz mana. 4 ta shrubi bor. Mana bu barabanni oldin yechishimizdan maqsad, agar buni ag'darib ochib qo'ysak, shu barabanni olib ish boshlamasa, keyin olish qiyin bo'ladi-da. Mana shu holatda yana bu tomonga ishlash qiyin. Tak, mana ochamiz. Bitta. Bitta. Yana bor. Uchta. Yana bor. 4 ta o'zi shrubi bor. Hamma xilida.
Tak, mana açtım. Şurubunu olib qo'yamiz mana. Bitta shurubi bo'lsa, yana bittasi qayerga ketdi? Bu joyda turibdi mana. Shurubi o'zini shurubi yo'qolmasligi kerak. O'zini shurubi boshqacha mana. Oddiy shurub emas, kattaroq. Topish qiyin bo'ladi keyin. Olib qo'yish kerak. Mana buni endi almashtiramiz. Buni asosiy ichida shu plasmas shesternalar bor, o'sha buzilib qoladi. Bu asosiy vaznidan og'irroq kir tashlashda bo'ladi. Masalan, og'irroq kir tashlasak shunaqa holat bo'ladi. Endi vaqti ham bor. Bu ancha bo'lgan ekan kir moshinaga. Baribir shunaqa bo'ladi. Tak, bizda bu yerda mana reduktorlar bor. Bularning xili bor. Bu hammasi bir xil emas endi. Har xili bor. Bunga qarab shuni bir xilini topib olamiz bo'lsa. Mana birinchisi bir xil shekilli. Mana. Bir xil mana. To'rtburchak. Mana nima qilganda mana. Hozir bir xil ko'rinyapti. Mana shuni olamiz, bu yangisini. Bu to'rtburchagi bor mana. Mana o'ngchini ko'ryapsizlarmi? Yana o'ntaligi bor, mana o'nta yozilgan. Bunda 11 ta. Bu to'rtburchak. Endi xili ko'p buni. Tak, mana eskisini qo'ydik, mana yangisini joyiga qo'yamiz. Yangisini ham xuddi shunaqa joyiga qo'yamiz. Bu yerlarga bitta, ikkita, uchta, to'rtta shurub qotiradigan joyini to'g'rilab qo'yamiz. Buniki rezinkasi farq qilar ekan, ozgina chiqyapti buniki. Asta bo'larmikan. Rezinkasida farq qilyapti. Bu rezinka muammo emas. Buni olib bunga qo'yamiz. Razmeri ozgina farq qilar ekan. Buni ko'ramiz endi. Nimasi ham bir xil. Kattaligi jihatdan bu rezinkasi mana bo'sh kelyapti. Shuni qaraylik, bir xil bormikan. Tak, to'rtburchak kerak. Yo'q. Yo'q ekan, unaqa to'rtburchak. Mana bu bor ekan. Lekin uni dumaloq, yumaloq. Uniki boshqa. Bunda o'ta farq qilmaydi, qo'yib ko'ramizda. Agar suv tushmasa bu zarari yo'q buni. Unaqa ahamiyat beradigan narsa emas bu, lekin shuni ko'ryapsizlarmi?